Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga ko'krak bilan emizishning ona uchun qanday afzalliklari bor degan savolga javob berib o'taman. Demak, boshladik. Birinchi navbatda erta va istalmagan homiladorlikdan saqlaydi. Ko'krak suti bilan boqish qayta hayz ko'rishni kechiktiradi va bu esa kutilmagan homiladorlikdan onani himoya qiladi. Buning uchun bolani har 2-3 soatda emizib turish muhim hisoblanadi. Emizishlar sonining kamayishi homiladorlik yuzaga kelish foizini oshiradi. Tug'ruqdan keyingi qon yo'qotishni kamaytiradi, bachadon tonusini oshiradi. Tug'ruqdan keyingi depressiyani oldini oladi. Emizish orqali ayol kelajakdagi turli onkologik kasalliklardan o'zini himoya qiladi. Yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet, metabolik sindrom va revmatoid artrit bilan kasallanish xavfini kamaytirish ham isbotlangan. Homiladorlikdan yuzaga kelgan ortiqcha vazndan xalos qiladi. Emizikli davrda semiradigan ayollarda esa shu yog' to'qimi bolani oziqlanishi uchun kerak bo'lishi mumkin. Va yana bir narsa, ko'krak suti bilan boqish iqtisodiy tomondan ham anchagina arzonroq. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.